Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli oqsoqollarimiz va onaxonlarimiz. Bugun biz hammamizni tashvishga solayotgan, ayniqsa pensiya yoshidagi insonlarimizning uyqusini buzayotgan juda muhim bir masalani, ya'ni banklar tomonidan pensiya hisob varaqlari va kartalarining bloklanishi muammosini, hamda buning oldini olish yo'llarini batafsil muhokama qilamiz. Hali ham oz jamgirmalaringizni bank kartalarida saqlayapsizmi? Unda darhol yechib oling, chunki Markaziy bankning yangi ko'rsatmasi sizning pulingizni muzlatib qo'yishi, sizni og'ir ahvolda qoldirishi mumkin. Bizning oqsoqollarimiz, onaxonlarimiz umr bo'yi halol mehnat qilib, farzandlarni voyaga yetkazgan, vatanimiz ravnaqi uchun ter to'kkan insonlar. Ular bugun munosib qarayotganlari uchun shukronalik aytishlari kerakmi, yoki bankdagi yagona jamgirmasi muzlatib qo'yilgani uchun ko'z yosh to'kishlari kerakmi? Bu adolatdanmi? Bir umr ter tokib, peshona teri bilan topgan pulini endi kasallikda yoki biror shoshilinch ishda ishlataman deganida, bankdagi hisobida shubhali operatsiya deb o'nlab, ba'zida yuzlab million so'm pullari muzlatib qo'yilsa, bu qanday og'riq, qanday iztirob ekanligini tasavvur qila olasizmi? Biz yoshligimizni, kuchimizni, salomatligimizni shu davlatga, shu jamiyatga berdik. Endi keksaygan chog'imizda bir parcha non uchun, bir dona dori uchun bankma-bank yugurishimiz kerakmi? Bu holat har bir vijdonli insonning ichini ortaydi. Chunki bu nafaqat moliyaviy muammo, balki keksalarga nisbatan hurmatsizlik, adolatsizlikdir. Yillar davomida topilgan jamgirmalar, bu shunchaki pul emas, bu sizning mehnatingiz, qurbonliklaringiz, kelajakka bo'lgan umidlaringizning mujassamidir. Va bu umidlarni bir lahzada, hech qanday ogohlantirishsiz, asosli tushuntirishlarsiz muzlatib qo'yish, bu xalqimizning bagriga sanchilgan pichoqdir. Hurmatli tomoshabinlar, shu kabi muhim huquqiy o'zgarishlardan, sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi yangiliklardan xabardor bo'lishni, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilishni bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying, toki keyingi videoroliklarimizni o'tkazib yubormang. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda, moliyaviy barqarorligingizni saqlashda muhim qadam bo'ladi. Zero ogohlantirilgan, qurollangan demakdir. Xo'sh, vaziyat qanday tus oldi va nega hozirgi kunda bunday muammolar yuzaga kelmoqda? Keling, avvalgi holatga bir nazar tashlaylik. Ilgari yaqin 60 da bunday muammolar deyarli yo'q edi. Pensiya kartaga tushardi, odamlar o'z xohlaganicha sarflardi, naqd pulga aylantirardi yoki xaridlar qilardi. Qishloqlarda, chekka hududlarda ko'p hollarda naqd pul aylanishi ustun edi. Hamma bir-birini bilardi. Mahallada ishonch muhiti hukm surardi. Odamlar o'z pensiya kartalarida yig'ilgan pullarni bemalol ishlatardi, chunki ularning puli halol yo'l bilan topilganligini hech kim shubha ostiga olmasdi. Qaysi qo'shni qo'yini sotib, bolasini uylantirgani, qaysi onaxon uyining yonidagi mayda erini sotib, dori-darmon olgani yoki nevarasiga kiyim-kechak olganini mahalla ahlidan hech kim so'roqqa tutmasdi. Bu oddiy, tabiiy holat edi. Banklar esa mijozlariga xizmat ko'rsatuvchi muassasa sifatida qabul qilinardi. Ular bilan munosabatlar sodda va ishonchli edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Markaziy bankning 109 sonli yangi yo'riqnomasi jismoniy shaxslarning shubhali hisob varaqlari ustidan qattiq monitoring o'rnatishni belgilab berdi. Endi, agar sizning kartangizga 5 million so'mdan ortiq miqdorda pul kutilmaganda kelib tushsa, masalan, dala hovli yoki o'zingiz boqib katta qilgan bir bosh molingizni sotsangiz, bu summadagi pulni kartangizga o'tkazishingiz bilan sizning hisobingiz mablag'larning kelib chiqishini aniqlaguncha muzlatib qo'yiladi. Oddiy qilib aytganda, pulingizni qamalga olishadi. Bu qanday dahshatli holat ekanligini tasavvur qilasizmi? Odamlar haftalab non sotib ololmay, zaruriy dori-darmonlarni, masalan, qon bosimi uchun tabletkalarni ololmay sarson-sargardon bo'lib yurishibdi. Prokuratura eshiklarini qoqib, lekin hech qanday natijaga erisha olmayaptilar. Bu qonunmi yoki qariyalarimizning so'nggi kunlarni zahar qiluvchi qandaydir adolatsiz jazo? Davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa keksa avlod vakillariga shunday munosabatda bo'lishi adolatdanmi? Bizning qonunlarimiz bu kabi og'ir vaziyatlarda fuqarolarni himoya qilish o'rniga ularni yanada ko'proq qiyinchiliklarga duchor qilyapti. Bu holatning orqasida nima bor? Jinoyatga qarshi kurashish, terrorizmga qarshi kurashish degan balandparvoz gaplar. Lekin bu balandparvoz gaplar ostida kim azob chekyapti?
O'z hayoti davomida birorta jinoyat qilmagan, halol yashagan, davlatga soliq to'lagan, umrini farzandlari va vataniga bag'ishlagan keksa insonlarimiz. Ular endi banklarning qurboniga aylanmoqda. Pensiya jamg'armasi bu masalada nima qilyapti? Afsuski, pensiya jamg'armasi faqat pensiyani hisoblash va to'lash bilan shug'ullanadi. Banklardagi hisob varaqlarini bloklash masalasi ularning vakolatiga kirmaydi. Bu banklarning va Markaziy bankning o'zi belgilagan qoidalari. Va bu holatda eng ko'p jabr ko'radiganlar bu katta yoshdagi fuqarolarimiz. Keling, ba'zi bir hayoliy, ammo hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz. Ularning har biri bugungi kunimizning achchiq haqiqati bo'lishi mumkin. 60 yoshni qoralagan bir chonni tasavvur qiling. Uning ismi Otabek ota. Bir umr Farg'ona vodiysining chekkasidagi qishloqda dala chetida ter to'kib, mol boqib kun ko'rgan. Bolalari chet elda, ularning ham o'z tashvishlari bor, har doim ham yordam bera olmaydi. Otabek ota kichik o'g'lini uylantirish arafasida. To'y xarajatlari ham oz emas. Otabek ota o'zining yagona, yillar davomida parvarishlab katta qilgan shofli molini sotishga majbur bo'ldi. 7 million so'mga sotdi. Xaridor pulni to'g'ridan-to'g'ri Otabek otaning pensiya kartasiga o'tkazib berdi. Otabek ota pul tushganidan xursand. Endi rozgor kamkostini butlayman, o'g'limni uylantirishga yordam beraman deb o'yladi. Ammo ertasi kuni bankdan qo'ng'iroq. Otabek aka, sizning hisobingiz bo'yicha shubhali operatsiya aniqlandi. Hisobingiz muzlatildi. Marhamat qilib bankka keling va mablag'larning kelib chiqishini isbotlang. Otabek ota kambag'al qishloqda, shaharga qatnashga ham puli yo'q. Bir necha kundan keyin u bu yerdan qarz olib shaharga yetib bordi. Bankda unga mol sotilgani haqidagi hujjatlarni, oldi-sotdi shartnomani, molning bahosi qanday kelishilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishdi. Ammo qishloqda kim shartnoma qiladi? Hamma og'zaki kelishadi, qol berib savdo qiladi. Otabek ota bu holatdan shokka tushdi. Men umr bo'yi halol mehnat qildim, birorta qonunbuzarlik qilmadim. Endi o'z pulimni ololmayapmanmi deb yig'ladi. Bir hafta o'tib, qand kasali uchun dorilarni ololmay, ahvoli og'irlashdi. Mahalladagi qo'shnilar yordam berishdi, ammo bu adolatdanmi? Keksa insonlarning umr bo'yi yig'gan jamg'armalarni shunday qiyin ahvolda qoldirish qaysi qonunlarga to'g'ri keladi? Yana bir misol. 75 yoshli onaxon ismi Xolidaya. Toshkentning chekkasidagi kichkinagina dala hovlisini sotib, o'zi uyga yaqinroq, shaharning ichida kichikroq uy olmoqchi edi. O'sha hovli ham uning yoshlik xotirasi, marhum turmush o'rtog'i bilan qiyinchilik bilan qurgan uyi edi. 12 million so'mga sotdi, pulni kartasiga tushirdi. Bankka borganda sizning hisobingiz bo'yicha shubhalar bor, biz tekshiryapmiz, deyishdi. 2 haftadan beri dorisini ololmayapti, nafaqasini ham yecholmayapti. Kimga murojaat qilishni bilmayapti. 100 yillik pensiya jamg'armasi eshigini taqillatib borib ham natija yo'q, chunki bu masalalar ular vakolatiga kirmaydi. U na o'zining pensiyasini, na dala hovlisini sotishdan tushgan pulni ololmayapti. Mahalladagi nuroniylar kengashi yordam berishga urinishdi, ammo bankning Markaziy bank ko'rsatmasi degan javobi ularning ham qo'lini bo'kladi. Xolida ayaning ko'zlaridagi umidsizlikni tasavvur qilish qiyin emas. Uning singari yuzlab, minglab keksa insonlarimiz bugun shunday muammolarga duch kelmoqda. Ular hayotning har bir zarbasini ko'rgan, og'ir kunlarni boshidan kechirgan insonlar. Ammo bugungi vaziyat ularni umidsiz, yolg'iz qilib qo'yganidan ko'ra og'irroqdir. Bu holatda qaysi toifadagi pensionerlar ko'proq xavf ostida? Birinchidan, kutilmagan katta miqdordagi pul tushumlari bo'lganlar. Masalan, mol-mulk, dala hovli, uy, mashina, chorva mollari sotishdan tushgan pullar. Ikkinchidan, chet eldan farzandlari yoki yaqin qarindoshlardan yordam pullari oladiganlar. Garchi bu mablag'lar halol mehnat bilan topilgan bo'lsa ham, ularning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Uchinchidan, rasmiy daromad manbai bo'lmagan, lekin o'z mehnatlari bilan, masalan, bobdorchilik, dehqonchilik, mayda savdo, ma'lum miqdorda mablag' to'plagan pensionerlar. Bizning hurmatli oqsoqollarimiz va onaxonlarimiz, qadrdon mehnat faxriylarimiz. Sizning hayotingiz bu mehnat va fidoyilikning yorqin namunasidir. Umr bo'yi peshona teringiz bilan halol mehnat qilib topgan har bir tiyiningizni jamg'arib, nafaqaga chiqqach, biroz osuda yashashni, farzandlaringizga, nevaralaringizga yordam berishni orzu qilgansiz.
Ayrimlaringiz butun hayotingizni paxta dalalarida, zavodlarda, qurilishlarda o'tkazdingiz. Ba'zilaringiz o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qilib, yuzlab shogirdlar chiqardingiz. Sizning har biringizning ortingizda bitmas tuganmas hikoyalar, qiyinchiliklar va galabalar bor. Sizning yoshligingiz, kuchingiz, salomatligingiz, bularning hammasi shu yurt ravnaqi uchun sarflandi. Ammo bugun ular nima ko'rmoqdalar? Qariyalik gashtini surish o'rniga har bir tiyinni tejab, farzandlariga yordam berishni orzu qilgan insonlar bank eshiklari oldida sarson-sargardon yurishga majbur bo'lmoqdalar. Bu holat nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham keksa insonlarimizni ezib tashlaydi. Ularning gururiga, qadr-qimmatiga tegadi. Davlatning va jamiyatning burchi keksa avlodni asrab-avaylash, ularning qadriga yetishdir. Ammo bugungi holat bu burchga zid kelmoqda. Siz ham shunday vaziyatga tushganmisiz? Banklar bilan bog'liq qanday muammolarga duch kelgansiz? Bankdagi hisobingiz kutilmaganda bloklanganmi? Qanday yo'l bilan bu muammoni hal qildingiz? Izohlarda o'z hikoyalaringizni yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa birovga yordam berishi, uni og'ir vaziyatdan qutqarishi mumkin. Birgalashib biz bu muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratishimiz va yechim topishimiz kerak. Kimdir balki 15 million so'mlik puli bilan 100 kunlab ovora bo'lganini yozar, boshqa biri 7 million so'm uchun necha marta prokuratura eshigini taqillatganini bayon etar. Bu hikoyalar qonun chiqaruvchilarning ko'zini ochish kerak. Xo'sh, bu vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak? Qanday qilib o'zingizni va jamg'armalaringizni himoya qilasiz? Men sizga bir nechta aniq tavsiyalar beraman. Birinchi va eng muhim tavsiya: katta miqdordagi pulni kartada saqlamang. Ayniqsa 5 million so'mdan ortiq bo'lsa. Uni naqd pul shaklida yechib oling va ishonchli joyda saqlang. Hozirgi sharoitda yostiq osti pul saqlash usuli bank kartasidan ko'ra ishonchliroq bo'lib qoldi. Garchi bu iqtisodiy jihatdan unchalik to'g'ri bo'lmasa-da, hozirgi kunda bu eng xavfsiz yo'l. Ikkinchi tavsiya: agar sizga biror narsa sotishdan tushgan pul kelgan bo'lsa, uni birdaniga bir kartaga tushirishdan ehtiyot bo'ling. Agar imkon bo'lsa, pulni qismlarga bo'lib, bir nechta bankning turli kartalariga yoki yaqinlaringizning kartalariga o'tkazing. Ammo bu ham to'liq kafolat bermaydi. Shuning uchun eng yaxshisi naqd pul. Uchinchi tavsiya: har qanday katta tranzaksiya, ya'ni mol sotish, dala hovli sotish, uy sotish kabi operatsiyalar uchun har doim qog'ozda hujjatlaringiz bo'lishi shart. Sotish-sotib olish shartnomalari, oldi-berdi kvitantsiyalari, guvohlar ismlari va manzillari, bularning hammasi kerak bo'ladi. Agar siz mol sotsangiz, qo'shningizni yoki mahalla oqsoqolini guvoh sifatida jalb qiling va ushbu faktni tasdiqlovchi oddiy bir qog'oz yozib qo'ying. Hujjatlarsiz bank sizning pulingizning kelib chiqishini shubhali deb hisoblashi mumkin. To'rtinchi tavsiya: agar hisobingiz bloklansa, darhol advokatga murojaat qiling. Prokuratura va sudga shikoyat qilish jarayoni murakkab va vaqt talab qiladi, ammo mutaxassis yordami bilan bu jarayon tezlashtirilishi va to'g'ri yo'naltirilishi mumkin. O'zingiz yolg'iz harakat qilsangiz, ko'pincha banklarning byurokratik devoriga urilib, charchab qolasiz. Advokat sizning nomingizdan barcha hujjatlarni tayyorlashda va tegishli organlarga murojaat qilishda yordam beradi. Beshinchi tavsiya: mablag'larni yigish usullarini diversifikatsiya qiling. Ya'ni pulingizni faqat bir joyda saqlamang. Kichik qismlarda turli xil banklardagi depozit hisob varaqlariga joylashtirish mumkin. Ba'zi banklar kichik depozitlar uchun yuqori foizlar taklif qiladi. Bu esa inflyatsiya sharoitida pulingizning qadrini biroz bo'lsa ham saqlashga yordam beradi. Oltinchi tavsiya: pensiya jamg'armasining vakolatlari haqida tushunchaga ega bo'ling. Yuqorida aytganimizdek, pensiya jamg'armasi faqat pensiyani hisoblash va to'lash bilan shug'ullanadi. Banklardagi hisob varaqlarini bloklash masalasi ularning vakolatiga kirmaydi. Shuning uchun bu masala yuzasidan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish afsuski samarasiz bo'ladi. Siz bankka, markaziy bankka, kerak bo'lsa prokuratura yoki sudga murojaat qilishingiz lozim. Mahalla fuqarolar yig'inlari va nuroniylar kengashlari ham bu borada sizga ma'lum darajada maslahat va yordam berishi mumkin, ammo ularning vakolatlari ham cheklangan. Ular sizni tegishli organlarga yo'naltirishi, murojaat qilishda yordam berishi mumkin, ammo bank hisob varaqlarini to'g'ridan to'g'ri ocha olmaydi. Shunday qilib, aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, oddiygina jamg'armangizni kartada saqlash bugun sizni katta muammolarga duchor qilishi mumkin.
Markaziy bankning bu ko'rsatmasi go'yoki jinoyatga qarshi kurashish, noqonuniy mablag'larni aniqlash uchun chiqarilgan bo'lsa-da, aslida halol mehnat qilgan keksa insonlarimizning hayotini yanada qiyinlashtirmoqda. Ular bir umr halol yashab, endi o'z davlati, o'z banki tomonidan jinoyatchi sifatida ko'rilmoqda. Bu adolatdan emas. Bu keksa insonlarning qadr-qimmatini yerga urish bilan barobar. Endi savol tugiladi. O'zbek xalqi bir umr ter tokib yiggan jamg'armalarni bankka ishonib topshirish kerakmi yoki yostiq ostiga yashirish kerakmi? Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli oqsoqollar va onaxonlar? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim.